Navda bo'lis paxta yog'i semirtiradimi yo'qmi? Semirtirmaydi. Buning uchun qayta ishlanib, yomon yog'lar o'ldiriladi, yomon xolesterinlar. Dorital yog' haqida fikringiz? Chiqali ishlatamiz. O'zim povurman, to'xtam uchun ishlataman, uyda ham ishlatamiz. Bloklab olib qo'yamiz, tamom bo'lmag'ayda. Bir emas, ikki yog'ga yotirsiz-ku. Shirdekmi? Oo, Doritallardan palovdan mazali chiqadi axir. Tabiiy paxta yog'i-ku, to'g'rimi? Semirtiradimi yo'qmi? Sizni u yo'q ovqatlanasiz. Dorital yaxshi. Qani semirganingiz? Mening olganda paxta yog'i, chimishkar hech qaysi yog' semirtirmaydi. Faqat birgina yog' bor, bizani semirtiradigan. Bu yog'ni bilishni xohlasangiz, albatta kommentariyada yozib o'tinglar. Ortiqcha vazn aytganlar yog' haqida to'liq ma'lumot beramiz. Professional odam tushdim o'xshaydi. Albatta. Kim bo'lishsiz-ya? Dietologman, nutrisolog. Oo, dietolog. Ko'p odam aytadi, paxta yog'i semirtiradi. Shu fikr, shu gaplarni chiqaring. Paxta yog'i agar semirtiradigan bo'lsa, bizani opalarimiz, akalarimiz, bizani hozirgi yoshimizda samiz bo'lgan bo'lar edi. Chunki yosh kattalagani sari. Bizani hayotimizga kirgan trans yog'lar bizani semirtirib turibdi. Shunda paxta yog'ini orqa-orqa pishirib yeversizlar. Bemalol. Men 43 kilo ozman vaqtimda, lekin chimishga ishlatmadim. Faqat paxta yog'i ishlatdim. Bizani o'zlarimizning tabiiy Dorital yog' ham foydali, ham yonbor. Eng muhimi ayollarimizga qulay tomoni hidsiz kuydirilgan. Shunda hamma Tavsiya etamiz. ya aytdilar-ku, bir yog' bor dedilar, semirtiradigan. Shuni biljak yozadilar. Nega kommentariya yo'q so'zini O'zi shu videoning ichida aytilib o'tib ketdi u yog'.